hurmatli fuqarolar, bugun mana bankimizda Mikrokredit bank Qiziriq bank xizmatlari ofisida navbatdagi qabulimizni o'tkazamiz. Bugun mana qabulimizga mijozlarimiz tashrif buyurishgan. Bo'lmasa hozir gapni qisqa qilaylik, ularning murojaatlari bilan birinchi gaplashib olaylik, keyin qolgan masalalarni gaplashaveramiz. Ukasi, o'zingiz tanishtiring, nima maqsadda kelgansiz? Men Tajribali Ruslanbek, mikrotaj blogerlik. Bilishim bo'yicha avtomashinangizni qo'yib kredit olyapsiz. 60 million. Bo'ldi, sizga qisqa fursatlarda kreditlaringizni hal qilib beramiz. Masala bo'lmaydi. Boshqa murojaatingiz bor? Yo'q. Mayli, o'tiringlar. Opa, siz o'zingizni tanishtiring. Men Xonazarda shoira, shu bankdan kredit olmoqchi edim. Murojaat bilan kelgandim. Nima maqsadda olyapsiz? Shu issiqxona qurish. Issiqxona qurish. Qaysi mahallada turasiz? Qorasuv mahallasi. Qorasuv mahallasida. Bo'ldi, hozir hokimiyat davlatlari platformasini tekshirib ko'ramiz. Hujjatlaringiz kelgan bo'lsa, hokimiyat davlatlaridan qisqa muddatda ishlaringizni hal qilib beramiz. Yana nima savollaringiz bor? Bo'ldi, shu masala. Boshqa bank mahsulotlaridan tanishib ko'rmadingizmi? Yo'q, shu doimiy o'sha mikrokrediit doim hadam tez va javob bergan uchun kelgandim. Rahmat. Siz o'zingiz tanishtiring. Mineral o'g'itlarni olmoqchisiz. Mayli, mineral o'g'itlar o'sha masala yo'q, qilib beramiz. Boshqa nima savolingiz bor? Boshqa savol. O'tiringlar. Xolos, siz nima masalada keldingiz? Men saylarli bozorda omonat qo'ygan keldim. Omonat turlarini tanishdingizmi? Tanishdim. Tanishdingiz-a? Tanishdim. Siz qanaqasini qo'ymoqchisiz? Foiz kattaroq qo'ymoqchimisiz, foiz pastroq olganmi? Men bilmasam, hali edi. Qarang, so'mda ham bor, valyutada ham bor. So'mda ham qo'ysangiz bo'ladi, valyutada ham qo'ysangiz bo'ladi. Mayli, hozir yig'ilish bergandan keyin qonunlarni chaqiramiz, siz konsultatsiya beramiz. Mayli. Siz o'zingiz tanishtiring. Rahmat, hozir xodimlar ko'rib chiqadi, bo'lsam. Uka, sizga nima masala bo'yicha? Men mobilga hangar, shu kredit olmoqchi. Kredit olmoqchisiz, qancha kredit olmoqchisiz? 10 million. 10 million? Qaysi mahallada turasiz? Alkavor. Bo'ldi, xulosa kredit beramiz, masala bo'lmaydi. Sizga masala bo'lishgan? Kredit bo'yicha ijtimoiy kredit. Ijtimoiy kredit qancha olmoqchisiz? 10 million. 10 million? Bo'ldi, platformaga kelib turgan bo'lsa, masala yo'q, qilib beramiz. Bundan tashqari kredit mahsulotlarimiz bor, har xil bank mahsulotlarimiz, kredit mahsulotlarimiz bor. Uni ham yig'ilishdan keyin qolsalaringiz, hujjat tushuntirib beramiz. Maqsad. Boshqa nima masalalaringiz bor yana? Boshqa masala yo'q. Boshqa masalalar bo'lmasa, alohida nazorat qilamiz sizlarni, kreditlaringizni qisqa muddatda chiqarib beramiz. Muammo bo'lmaydi. Kelganlar uchun katta rahmat. Yig'ilishimiz tugadi.